Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ertalabki zavtrak uchun ajoyib nonushta tayyorlaymiz. 5 minutda tayyor bo'ladi. Juda ham oson, farzandlarimiz mazza qilib yeydigan retsept. Bizga 2-3 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumlarimizni chaqib, vinchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Va 1 piyola qatiq solamiz. Smetana solsa ham bo'ladi. Menda qatiq bo'lganligi uchun qatiq soldim. Tuz soldim 1 choy qoshiqda. Endi unimizni elakda o'tkazib, vinchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng kolbasa solamiz. Mayda qilib to'g'ralgan kolbasa. Doktorskiy kolbasadan foydalandim. Ozroq sir soldim. Tabga qarab bolgarskiy yoki ko'kat solsa undan ham mazaliroq chiqadi. Menda uyda bo'lmaganligi uchun solmadim. Endi qizib turgan tavamizga yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng qizib turgan tavamizga ozroq yog' solamizda 1 qoshiq suvdan solib qizargunga qadar pishirib olamiz. O'rta olovda pishirib olamiz. Unaqa baland emas, o'rta olovda. Qizarganlarni bu tomonini ag'darib, endi bu tomonlarini ham qizartirib pishirib olamiz. Mana qizarib pishganlarni endi olamiz. Ikki tomoni ham qizarib chiroyli bo'lib pishganlarni tarelkamizga olaveramiz. Mana pishib tayyor bo'ldi. Reseptimiz tayyor. Xohishga qarab achchiq yoki ketchup yordamida yesa bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek juda ham mazali, mazza qilib yeydigan retsept bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bir dona like tugmachasini bosib, fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Albatta kommentariyalarga javob berishga harakat qilaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan ko'rishguncha.